Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 4 kunga sel xavfi e'lon qilindi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet 2, 3, 4 va 5 iyun kunlari yomg'ir yog'ishi kutilayotganligi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini xavfi borligidan ogohlantirdi. Quyidagi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida. Surxondaryo viloyati Sarosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlarida. Samarqand viloyati Urg'ut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida. Navoiy viloyati Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konimex, Karmana tumanlarida. Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida. Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida. Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planish ehtimoli bor. Bu esa hududlarda suv bosishiga olib kelishi mumkin. Bundan avval 26 maydan 1 iyungacha respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini xavfi e'lon qilingandi. Prezident qaroriga ko'ra 2027-2030 yillarda O'zbekistonda 5 ta yangi sel suv ombori quriladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Ha aytgancha, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.